Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'ining shaftoli zorlaridamiz. 9-aprel mana payvand qilingan kurteylarimiz mana yaxshi ushab oldi. Xudo xolasa tanaga birkib operatsiya bitdi desa ham bo'ladi. Bu operatsiya usuli bo'ladi endi. Mana operatsiyalar hammasi chiroyli bitgan. Endi bunga qaytarib kesdik. Bunga kuch va quyosh nuri bo'lsa bo'ldi. Mashkurtey shuni uyg'onib ko'klab chiqsa bo'ldi. Mana menga o'xshash ko'klab chiqsa bo'ldi. Lekin bu mana payvand bo'lgan joyimizning yonidagi eski kurtey. Mana buni ko'klashini kutamiz. Bo'ldi, xudo xolasa mana payvanddagilar ko'm qo'y turibdi. Payvand qilingan ko'zlar. Leo Garden olma bog'i payvand bo'lgan nuqtasidan mana bir kishi kesib ketyaptilar kattalarini. Umidjon Shirmonoy opam yoqda kilonkadan tozalab kurteylarni chiqarishlari. Leo Garden olma bog'i payvand bo'lgan joylarni ochish.